Ajrashaman dedilarmi? Yo'q, Akmal akam meni sevib olganlar-ku. Bu gapni jahl ustida aytdilar. Nimaga shu gapni aytdim? Rostdan ajrashib ketsak, nima qilaman? Hozir ukamga qiz qidirib yurishibdi. Opasi ajrashib kelgan deyishsa, kim qizini beradi? Uni juda ham yaxshi ko'raman. Bekorga xafa qilib qo'ydim. Menchi uchragan nodon etagimga kelib osilsa nima qilaman? Jamila, o'zingga agar ishlashimni istamasalar, ishlamaganim bo'lsin. O'sha uzukni olib berib yarashib olaman. Ha, o'rtoqjon, xuddi sen aytganday bo'ldi. O'g'lim ajrashaman deyapti. Men uzuk yo'qotamanmi? Uzugim joyida turibdi. Oldingi biz paytimizda qaynanalarni aytgan degan edi. Hozirgi kelinlarchi, nima emish? O'g'liz meni sevadi degan gapdan u yog'iga o'tmaydi. Shuning uchun popugini pasaytirib qo'yish uchun shishti qildim-da. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Hop. Keldingizmi? Ancha bo'ldimi kelganingizga? Bilardim o'zi shunaqa bo'lganini. O'zi meni yoqtirmasligingizdan ma'lum edi. Lekin meni o'g'riga chiqarib oramizni buzib yuborasiz deb o'ylamagandim. O'g'lingizga hammasini aytib beraman. O'g'lim sizga ishonarmidi, menga ishonarmidi? O'g'lingiz ko'rganiga ishonadi. Kelin, unaqa qilmang. Boshqa oilangizga aralashmayman. Endimi? Yo'q, hammasini aytib beraman. Shu telefonni menga bering. Yo'q, qoching. Voy. Oyijon. Oyi, sizga nima bo'ldi?